Gitler prosta odamlarni o'ldirib olsa bo'lardi. Negadir pechkada yoqadi. U ertalab turib, bolasini o'pib, qayerga ketyapsiz ada desa, men yovuzlik qilgani ketyapman, men shaytonning malayigiman, men hozir borib yomonlik qilaman demaydi-ku. Tafakkur qilsak, birinchi gunoh bu kibr edi. Nega insonlarda qalbda xotirjamlik yo'q? Ko'p qaraymiz, ko'ramiz, kuzatamiz. Qalb xotirjam bo'lib qolsa, taraqqiyot, rivojlanish, narsa o'zgarish bo'lmaydi. $1 million bor, xotirjamlik yo'q, halovat yo'q, Sakinat, huzur yo'q. Kechasi Amir Temurdan zo'r uxlayapsiz-da. Ya'ni nima deydi? Uyda jakuzi bor. Ko'p yo'q bo'lsa issiq suv bor. Televizor bor, ChatGPT bor. Mani palonlaqa firmam bor. Shuncha odam ishlaydi, palonchi yildan. Ketdi, firma haqida bir soat gapirish mumkin. O'zing haqida gapirib ber deganda, odam shunday o'chyapti. Pul olgani e'tibor olmagan. Energiyani ol. Pul arzonroq. Pul arzonroq. Nega meni oliy maqsadimdan chalg'itmasin hech narsa. Bizda mavjud biznes emasda, hammasi aql egasi. Hammasi nozik insonlar. Bizda $1000 dan kam oladigani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va Kommunal xo'jaligi vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning dastlabki 11 oyi mobaynida qurilish me'yorlarini buzish bilan bog'liq qariyb 9000 ta holat aniqlangan. Natijada 4000 dan ortiq obyektning qurilishi to'xtatilgan. So'nggi 3 yil ichida esa taxminan 1500 ta obyekt buzib tashlangan. Siz uyingiz xavfsiz ekanligiga ishonchingiz komilmi? Aslida siz orzu qilgan uy qanaqa bo'lishi kerak? Hech qanday kamchiliklar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Чтобы была комфортная и уютная. Eng muhimi bolalar xavfsizligi. Endi daraxtlar, suv, tabiat bo'lsa yaxshi-da. Sport va qulaylik bilan bog'liq bo'lsa. Ko'proq stanka qilib bersa yaxshi bo'lardi. Aslida yashash uchun uy qanday bo'lishi kerak? Golden Lake bu siz orzu qilgan qulay va xavfsiz maskan. Umumiy holatda 4,4 gektar maydonni tashkil etgan ushbu kompleks o'z ichiga turli xildagi qulayliklarni jamlaydi. Kompleksning 70% qismi yashil hududlardan iborat bo'lib, loyiha uchun professional landshaft kompaniyasi jalb qilingan. Undan tashqari, 1000 dan ortiq avtoturargohlar va kompleksning markazida joylashgan o'ziga xos ko'l hududga sokinlik va tabiat bilan uyg'unlik bag'ishlaydi. Binolar havo erkin aylanishiga mos loyihalashtirilgan. Shuningdek, har xil yoshdagi bolalar uchun maydonchalar tashkil etilgan. Kompleks zamonaviy kirish nazorati va kuzatuv tizimlari bilan jihozlangan. Xavfsizlik biz uchun ustuvor masala. Golden Lake xotirjamlik maskani. Sokin qalb, xotirjamlik maskani. Assalomu alaykum azizlar. Yana suhbatimizni davom ettiramiz. Aktual mavzu. Ko'plab loyihalarimizda ko'pchilikka manzur bo'lganlarning ichidagi aynan bu yo'nalish jamiyatda o'ziga xos o'rin egalladi. Aynan sokin qalb mavzusida xotirjamlik maskani bobida biz oxirgi yillarda negadir Alloh qalbimizga ilhom berdi. Bu mavzuda yelkadosh bo'lgan Lazzaka ham bugungi ko'rsatuv qahramoni. Lazzaka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Sizni har doim aytaman, eng yaxshi ko'radigan insonimiz. Oldingizda ham, orqangizda ham, efirda ham aytaman. Sokin qalb qanchalik insonga muhim. Bu nafas olishda, cho'milishda, suv, havo. Shuning uchun bizani jamiyatda bu so'z g'arbga nisbatan ancha ishlatiladi. Shu qalb so'zini o'zi bizda alohida bor. Rus tilida yo'q bu so'z. Ular sertsa degan deydi. Dusha. Yo'q, dusha bu ruh. Lekin ularda yurak
bizda bor. Yurak qon aylantiradi. Bu bir energiya maskani shu yerdan bir qilib bir batareykadek quvvat beradi. Lekin o'rislar qalban sezish deganda "я сердцем чувствую" deydi. "Ты моё сердце ранил" deydi. Ular shu paytda yurak haqida gapirmayapti. Qalb haqida. Qalb haqida gapiryapti. Sen mani yuragini og'ritding demaymiz biza o'zbeklar. Qalbimni og'ritding. Qalbim quvonch degan so'z ishlatamiz. Bularda bu so'z yo'q. Tushunib olish kerak. Sertsi deyapti. Ya'ni biza ota-onalarimiz, aytaylik, shu ilm egalari bu so'zni alohida berib, bu so'zni biz ishlata olamiz. Chunki bunga ma'noni ajratdik. Shuning uchun ham bu muhim degani biza bu ishlatamiz ko'pincha tushunmasdan. Nega insonlarda qalbda xotirjamlik yo'q? Ko'p qaraymiz, ko'ramiz, kuzatamiz. Chunki qalbda atrofida aytaylik, mana kompyuter o'yini bor. O'yin nega qiziq? Noaniqlik bo'lganligi uchun. Agar aniqlik bo'lsa zerikamiz. Biz ham bir shu dunyoda keldik, bir o'yin o'ynayapmiz va yutib olishimiz kerak. Bu sinov. Sinov va hikmat orqali ruh tarbiyalanib, qalb tarbiyalanib, ya'ni hammasi inson bitta jasad emas, aytaylik. Jasad bor, ruh bor, nafs bor, shayton bor, qalb bor. Bir konstruktor Lego. Bir-biriga bog'liq. Meditsina aytadiki, 12 ta sistema, 12 ta tizim bor. Limfический, endokrinniy, qon sistemasi bir-biriga bog'liq. Bittasini vrachlar tuzataman deb boshqa narsaga shikast yetkazib qo'yadi. Shularni mezonini olib, biz ham shunaqa nafaqat 12 ta tibbiyot ichimizda tizimi bor. Masalan, avtomat ishlaydigan, agarda issiq bo'lsa, tellaymiz, qo'rqib qolsak, yuragimiz bu bunaqa qiladi. Biza kontrol qilmaydigan, xuddi shunaqa ruhiy tomondan ham tizimlar bor ichimizda. Bir-biriga bog'liq. Va qalb default sistema bor. Bu degani по умолчанию deydi. Usulda yana o'zidan o'zi bu xotirjam bo'lmaydi. Xotirjamlikka iroda bilan, mashq bilan, shukrchilik bilan, ya'ni qanaqadir mashqlar bilan biz olib keltirishimiz kerak. Chunki agarda qalb xotirjam bo'lib qolsa, taraqqiyot, rivojlanish, narsa o'zgarish bo'lmaydi. Nima keragi bor? Atrof muhitimizdagi yangi telefon, qo'lingizdagi soat, ko'zingizdagi ochki, mikrofon, YouTube'lar, bular nimadan kelib chiqadi? Shu yonida nafsi bor. U xohlaydi bir narsani tezroq, bir narsani u qo'rqoq, u ya'ni qalb atrofida nimalar bor? Shuni qitqilaydigan triggerlar bor. Shunda ular shu o'yinda mezonga ushlab ketamiz. Shuning uchun qalb xotirjamlik deganda insoniyat rivojlanayotganda bir o'ringa kelganda ko'p aqlga ishonib qo'yibman. Aql bu xasta ekan. Biza agarda aytaylik ko'zimizga nima ochki kiyib olamiz. Bu xasta. Nima? Xassa. Tayanamiz. Oyog'imiz yaxshi ishlamasa, xassaga tayanamiz. Xuddi shunaqa biza olib osonda xassaga tayanib qolish. Aqlga tayanib qolamiz. Qaysidir o'rinda rivojlanganda, bu juda ko'p tayanib qolibmiz bunga. Aqlga tayanib qalbimiz o'chib qolibdi deb shu tomonga ketadi. U qalb xotirjamlik yo'l beriladi kimgadir yoki bunga intilib oladi. Chunki bu yerda mana tarozi buzilib qoldi-da, juda ko'p aqlga tayanib qolsangiz, bu yerda o'chib qolsa, keyin kasalliklar paydo bo'ladi. Nega? Chunki aql ojiz. Kompyuterdagi protsessori bor. Koinot axborotini kecha, hozir, kun anaqani, ya'ni bu insonul komil deganda, bu aql buni ololmaydi o'ziga.
Tayanib qolsak, ограничение boshlanadi va muammo bo'ladi keyin insonda. Shu legi buzilib qoladi. Misol aytganda, odam nega kasallik bo'ladi? Yazva желудка deydi. Agar siz bir narsani yesangiz, oshqozoningiz hazm qiladi shu narsani. Birovni oshqozonini yeb qo'ysangiz ham, ichingizdagi kislota uni yemirib yo'q qilib qo'yadi. Birovni oshqozonini. Qattiq narsalar bor, pista, bodom yoki qattiq chaqchuqlar. Ularni ham kislota yo'q qilib qo'yadi. Lekin siz uydirma har xil Tuhmatlar, bo'xtonlar. o'zingiz yo'q, uni ham yo'q. Uydirma jahl chiqib bir narsani qilib olganingizdan keyin miya, aql перегрузка bo'ladi-da, u yerda tizim bilib, unga quvvat yetmaydi. Juda ko'p hisoblash, ya'ni o'ylashlar bilan oshqozon miyasini ham energiyasini oladi, hali quvvatini. Hali sami себя накручиваем deydi. Ha, o'sha paytda oshqozon miyasi, "Voy, katta muammo bo'lyapti, katta miyada" deydi-da, sizni uydirma xavf-xatarlar bilan mashg'ul bo'lib qolib, mana bu yerdagi programma свой чужой ishlamaydi-da, и o'zini kislota yeyishni boshlaydi. Yazva желудка nima degani? Sizni oshqozondagi mana shu hasb deydi-ku. Shu kislota ishlamay qolib, ya'ni nimaga? Butun uni ham miyasini sizni bosh miyangiz, aqlingiz tortyapti-da o'ziga. U o'zini ishini qila olmayapti. Oshqozoningizga tushgan narsani bu meniki emasmi? Hisob-kitobga vaqti yo'q-da, chunki siz juda katta muammo qo'ydingiz. Qanaqa muammo? Kecha mamnun so'rashganda qo'l uchida so'roq tushib qo'ydi-da, hurmat qilmadi. Podshohni anaqasida nazaridan ketib qoldim. Aytaylik. Yoki yana kimdir meni haqorat qildi, yo'l bermadi deb uydirma qilib, hali nafs bilan buni ko'paytirib olib, butun aql kechasi bilan Yeb chiqadi. shuni o'ylaydi. Bu paytda oshqozon, "Voy, xo'jayinda katta muammo bo'lyapti ekan, qara yurak urib tashlayapti. Mayli, hozir mana shuni hazm qilmay turay" deydi-da, oshqozon o'z-o'zini yeb qo'yadi. Shuni yazva желудка deydi. Yazva желудка bo'lganda siqilasizmi? Odam siqilganda bo'ladi shu yazva желудка. Yoki allergiya, yoki bu yana biror narsa, odamning ichidagi shu 12 ta tizim ham 12 ta miya bor. Nimani orqada xatti harakatni miyasi bor, oyoqning miyasi bor, qon bosimini miyasi bor. Siz bularni nazorat qilmaysiz, o'zidan o'zi ishlaydi. 12 ta kompyuter ishlaydi. Lekin bosh miya zanjir bo'lsa, katta muammolar bilan, yana bir uydirma muammolar bilan u bu yerdagi quvvatlarni olib qo'yadi-da, keyin nima bo'ladi? Qalb shu paytda agarda bunga ahamiyat bersangiz, o'yladi, deydi. Muammo emas. Bu hikmat yoki bu uydirilgan deganda, sal miyani o'chirib turib, bu boshqa super kompyuter, avatarda bo'ladi-ku. Ayva, dunyoda ham koinotda kompyuteri bor. Sizdan kuchli. Berib boring unga hisob-kitoblaringizni. O'ziga qo'yib. O'shanga, o'shanda qalb sokinligi, qalb xotirjamligi bu birinchidan o'zingizni tanangizni kompyuterlari o'zidan o'zi ishlash uchun deb o'ylayman. Lekin men masalan vrach yoki bir alloma emasman-ku. Meni fikrimni aytib qo'yapman. O'z savollaringizga shu ko'rinishda javob topdingiz. Shunaqa. Yaxshi. Endi biz yana qo'shib ketaman. Gap so'zlarda tilda o'zlarda "Я тебя не люблю" deydi. Bizda любовь so'zi ham 5-6 ta so'z bilan ketganda, "Men seni yaxshi ko'rmayman" deymiz. Ahamiyat bering, yaxshi ko'rmayman. Meni fikrimcha, bizning ko'zimiz yaxshi ko'rmasligi ham shu bir narsani yaxshi ko'rmasligimizdan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Nimaga biza yaxshi ko'rmayman, men seni yaxshi ko'rmayman deymiz. Yoki men seni yaxshi ko'raman deysiz. Bu ko'z haqida gap ketyaptimi, qalb haqidami? ko'z orqali. Ularda bitta so'z любовь. Bizda sevgi, ishq, muhabbat. Muhabbat so'zini o'zi ularda yo'q. Mehr bor. Ularda люблю, не люблю. Hamma narsa ichida. Jinsiy, qalbiy, insoniy, Xirsiy. hamma narsada. Bizda aytiladi-ku,
kimnidir agarda muhabbat qo'ysangiz bildirib qo'ying. Son o'rislarda bitta erkak boshqasiga "Я тебя люблю" desa, ketdi xayol. Bizda sizga muhabbat qo'ydim desangiz, bu yerda Lazzakazni yaxshi yaxshi ko'raman ko'raman, desam, yaxshi ko'raman desangiz, hech qanaqa gap so'z yo'q. Chunki qalb haqida sizga gapiryapsiz. mehrim boshqacha nazarda tutamiz. Qanaqa muhim, ahamiyat bermaydigan so'zlarimizda ham ishlatamiz har doim qalb masalasini. Ko'z orqali ishlatamiz. Ko'z orqali yoki mana muhabbatim kuchli sizga deysiz-ku, to'g'rimi? Sizga mehrim boshqacha. Ha. O'zida hammasi люблю не люблю de. Bizda u sevish bor, muhabbat bor, ishq bor. Ishq deganda biza qurbon bo'lishga tayyormiz. Biroq ishga ishq, Allohga ishq, qaysidir hobbiga ishq bor. Shuni deb, shu ishqda deb biza kuyib yonishimiz Salkam 50 ga kirib qoldingiz, 50 bir oy qoldi. Ha, bir oydan keyin mana bir salkam 50 yosh endi efirga chiqqandan keyin o'sha 50 ga kirgan bo'lasiz. Bu ham bir o'ziga xos insonni bir ma'lum bir darajaga yetgani orqaga qarab xulosa. Bugun xotirjamlikka intilish uchun qaysi lifehacklar, qaysi instrumentlarga urg'u beryapsiz? O'zingizni 5 yil, 10 yil oldingi xotirjamligingiz yo'qolgan pozitsiyasiga nisbatan. Hozir shu urg'u v основном bizlarga shu xotirjamlik, energiya. Muhimmi? Ha, energiya muhim. Energiya bo'lsa xotirjam bo'lasiz-da. Aytaylik, sizda ikkita inson bor, bittasida $1 million borda, 200% batareykasi. Ikkinchisida $20 million bor, 0 batareykasi. Kimga biz havas qilamiz? Batareykasi bor. 200% boriga. Aytaylik $100 ming bo'lsa ham. Tog'ma-tog' yuradi, diving qiladi, hiking qiladi, alpinistlik qiladi. Har doim vaqti bor, shukur qiladi, mazza qiladi, yulduzlar tomosha qiladi. Telefonni o'chirib qo'yishi mumkin bir haftaga. Boshqasi esa 100 million qiladi, Kristina Began. yana kam. Endi chunki nafs cho'rni deyiladi, butun koinotni yesa ham kam to'ymaydi. Ufq bor, orqasidan yugurasiz, 10 litr deysiz, gorizon. Yetib olaman deysiz, ketaveradi ishi. Shunga o'xshagan 50 ga kirib men aytaman, xato qilmagan ekanman. Har bir meni yoshimdagi qilgan jinniligim bo'ladimi? Yoki o'sha paytda bo'ldi, hayot qorong'u degan paytlarim bo'ladimi? Bular hammasi meni hozir shu 50 ga kirayotgan lazizda shakllantirgan, tarbiyalangan, olib kelingan darajalar. Agarda men hayotimda shunaqa paytlar bo'lardi, endi hamma yoshlarda ham hozir bittasini kechik o'qib qoldim, borib 18 yoshli bola o'zini yo'qib olibdi. Nega? Milisa qo'rqitib qo'yibdi-da, turmaga tiqaman deb. Turmaga kirmayman deb o'zini yo'qib olibdi. Men bir kuni 10 sutkaga tiqib qo'yishuvdi. Haqiqatdan o'sha paytda nima deydi, hayotim gumdon bo'ldi. Bundan battar bo'lishi mumkinmi deb o'tirasiz. Lekin meni muvaffaqiyatlarimni keyin agar ko'rsam, mana shu minus, shu eng jirkanch, eng qorong'u tochkam meni raketadek kelajakda muvaffaqiyatlarimga bir ustun bo'lgan. Sabab bo'ldi. Bu bo'lmaganda bo'lmasdi. Nimaga masalan? Qanaqa svязь bor? Hayır, chiqdim, pulim yo'q, hamma yo'qni olib qo'yishgan. Cho'ntagimda 50 anaqa bir Moskvaga bilet bor. Xafaman, nega? Abida meni nohaq, odilsizlikda ayblab, qo'yib, zo'rg'a o'zim chiqib oldim, ya'ni o'zimga anaqa qilib Moskvaga ketdim. Moskvada savson bo'ldim bir hafta. Haligi pulim tugadi. Ovqatga pul yo'q. Mavdikovda nima aytishlayman? Ishga kirdim. U kirsam keyin juda katta korporatsiya ekan. 1-2 oyda ichida bu bir necha pog'ona tepaga chiqib oldim. Menga shunaqa o'tda dars bo'ldi, shunaqa aqlli, zo'r inson, universitet deydi-ku. Mana Sapan bir universitet bo'ldi. Maktab bo'ldi. 6 oydan keyin qaytdim Toshkentga, firmani qildim. O'sha yerdagi olgan prinsiplarim biznesda, o'sha yerdagi meni menejer ustozlarim shuni o'rgatgan
bir layfhaklar hayotim davrida menga katta o'sha keyin firma qildim, biznes qildim boshida. U bo'lmaganda shu bo'larmidi? Yoki o'sha yerdan chiqqanimda nervni qilib, men dunyoni yaxshi ko'rmayman degan masala kirib, ko'zim -14 bo'lgan, invalid. Больницada yotibman, eshityapman, doktor bilan shu ayam gaplashyapti. Doktor aytyapti, bunga operatsiya qilmasak ko'r bo'ladi hozir. Срочный operatsiya qilish kerak. Hoziroq. Nega desa, tualetga borganda ham qilganda ko'zi chiqib ketishi mumkin. Ozgina kuchaysa. Ayam yig'layapti. -14 bu ko'r odam degani. Birdaniga shu 10 baravar ko'z yomonlashib qo'ygan 10 kunning ichida. Nimada? Qarang, aql, asab, nerv. Ya'ni bizning ichki o'ylashimiz, siqilishimiz shu 12 sistemaga zarba beradi va bular ketdi, yemirilib, chirib, anaqa muammolar chiqyapti. Fizический muammo. Ya'ni moddiyatda sizni aqliy uydirma muammoingiz sizni o'zimizdan nakruchat qilib dunyoviy jism, jasadda muammo bo'lyapti. Shuni chiqdim, endi buni yo'q, men больницаga bormayman, operatsiya qilmayman deb shunda bir odamlarga uchrab qoldim. Tabib va shu aytaylik bir ahli ilm, tariqatdagi odamlar. Ular 2 oy biz ko'zimizni davoladik. Va shu bilan ko'z yana asl tushib qoldi. Doktorlar ham hayron. Lekin ular faqat ko'zimni tuzatgani yo'q. Ichimga hali faqat doriga o'xshagan bir nima emas. Qalbimga o'sha yerda ham tuzatishdi. Kim tuzatdi? Ustozlar. Shu ustozlar. Endi biz ko'z tuzatgani bordik. Qalb shifosi bilan ishlashdi. Qalb shifosi bilan tuzatdik-ku. Lekin o'sha laziz boshqacha bo'ldi-ku. Endi bunga mana hozir 50 ga kirib, o'sha paytda ayting lazizga o'tadi deydi. Deb tushunmaydi ham-da, xafa bo'lib yuradi, siqilib. Demak, shapaloq yeyotganda treza o'ylamaymiz. Yo'q, o'ylamaymiz. Afsuski. Xudoni marhamati bilan qachondir yetib olishingiz mumkin. Keyinchimiz. Bu Allohga shukr, Xudoning marhamati bilan shu shapaloq bo'libdi. Shu meni tarbiyalabdi deb bitta misol keltiryapman. Unaqa misollar hayotda ko'p bo'ladi-ku, bir buni sezmasdan boradi, mana o'zini yoqadi, tashiydi, o'ldiraman deydi. Bu seni hayotingni ertaga milliarder bo'lishingga, ertaga avliyo bo'lishingga, ertaga Xudoni yaxshi ko'rgan insonga aylanishingga eng katta nuqta bo'lishi mumkin. O'ylamaydi-ku odam buni negadir. Siz hozir aytdingiz 50 yoshda. Men orqaga qarayman, har bir hayotimda bo'lgan narsaga shukr qilaman faqat. Deyman, o'shani hikmatini o'shanda bo'lganda balkim boshqacharoq keyin harakat qilardim. Lekin bu maktab shunaqasiga shu yo'l bilan kelib, hayotda o'zi dars. Har lavha, har bir uyg'onishimiz, uxlashimiz, har nafasimiz dars. Tafakkur qilish kerak. Endi mana biz bilan ko'p mavzularni gaplashamiz. Bugun qalbga solganlarni gaplashaveramiz. Mana ba'zida aytasiz, bitta dars hammaga har xil oladi. Kimdir qaysi narsadan to'g'ri ma'noda xulosa qilsa, kimdir kibrga ketadi. Kimdir gunoh qadrdan ketib qoladi. Mana bu o'zingiz kuzatuvlaringiz Hasan aka, bir ikkita yaqinlar, do'stlar, boshqalarni kuzatganda biriga qarab fikr qilsam, biriga qarab shukr qilaman, odamlarning xatosidan bir achinaman deysiz. Mana fonarik har xil bo'ladi-da, knopkasi bo'ladi. Fonarik toz bo'lsa, faqat bitta shu qorong'ilikda bitta nur bo'lib, hamma yoq qorong'i bo'ladi, to'g'rimi? Shuni haqiqat, mana shuni fonarik to'g'ri deb yo'llaydi. Ko'rsatgan narsasini ko'rasiz-da, men mikrofonga qo'yaman-da, bu mikrofondan tashqari boshqa narsa yo'q ekan deyman. Faqat shuni degan fonarikda bunday qilib, agarda ochilsa, Hasan aka ko'rinadi, choyniga ko'rinadi, deysiz. Hozir men bu kameralar nimasiga o'xshab, qaysi kadrda qarashingizga bog'liq. Shunaqa. Rakurs. Haligi shirakog'olnik bor, узкий bor.
uskib oladida, bitta narsani katta ko'rsatadi, shundan maza qilib o'tirasiz. Shunga mana yana qalbga qaytsak, qalb tor bo'ladi, qalb keng bo'ladi. Qalb tor bo'lsa, bitta anaqa ushlab olasiz, haqiqat pulda ekan deysiz. Yoki haqiqat hukmda ekan deysiz. Chunki vlast bo'lsa pul kerak emas. Qancha diktatorlar o'lib ketdi, bitta bir tiyin puli qolgani yo'q. Stalin, Gitler yoki boshqalar ular pul haqida emas. Pul kerakmi deb boshqalarga pulni yoyib oladi. Menga faqat hukumat, vlast kerak deydi, hokimlik kerak deydi, to'g'rimi? Boshqa odamlar uchun haqiqat pulda bo'lib qoladi. Ve uydirma haqiqatlar deylik. Chunki haqiqat o'zi bir. Xuddi shunaqa biz kuzatamizda boshqa odamlar aytaylik kambag'alroq demaymiz. Oddiy bo'lganda samimiylik bor edi. Keyin O'zgaradi. nima bo'ladi? Sinov paydo bo'ladi. Yaxshi ko'rganligi uchun sinov beradi unga. Sinovdan boshqalar tez o'tib ketadi, tafakkur qilib. Sinovni ham hal qilib beradi. Hal qil. Kimgadir pul, kimgadir hukumat, kimgadir mashhurlik. Bular kerak emas, hukumat ham kerak emas, shu million odam chapga ichsa-da, shundan maza qilsa. Ya'ni boshqalarni ko'zida yaxshi ko'rsa, shundan maza qiladi-da. Ya'ni har xil yo'l Energiya. Istochnik energiya. shu energiya beradi deb o'ylaydi. U energiya o'zi ham berishni bilmaydi. Shunga biz kuzatamizki, biriga odamlarga bir narsa berilganda shuni quli bo'lib qoladi. Senga bu berildi, sen buni ishlatishing kerak o'rniga o'sha vaziyat uni ishlatadi. U shuni quli bo'lib qoladi. Shunda biz qaraymiz, qarasam tegida baribir kibr degan narsa turar ekan. Tafakkur qilsak, birinchi gunoh bu kibr edi. Ya'ni shayton solishtirdi yoki aytdi, yo'q, mana aql ishlatdi. Mana shu aql, mantiq ishlatib bu kibrga ketdi. Chunki qalban kibrga qiyin, chunki keng bo'lganida hamma narsani qablab olardi. Lekin bu teatr, ko'ramiz, kuzatamiz, xulosa qilamiz, uni o'zi ko'rmaydi. Endi kibr bo'lganda meni qaraymizda, voy deymiz, ana qo'lni uchida salomlashadi, o'zini uzoqlashadi, o'zicha boshqa klub qo'yib oladi. Qaysi klub deganda, o'zi magnitga o'xshab, odam o'ziga o'xshaganlarning ichida bo'lib qoladi. Это хорошо или плохо? Bilasizmi, o'sha paytda qalb tor bo'lib qolganligi uchun shu klubdan chiqib ketmaslik, asosiy uni energiyasi nimaga bo'ladi? Shu klubdan chiqib ketmaslik. Sahnadan tushib qolmaslik, Mashhurlikda. hokimlikni ozgina berib qo'ymaslik. Har bir inson unga, hattoki oila a'zosi, qizi, bolasi, onasi agarda shu unga qarshi unga tuyulib qolsa, xatti harakat yo'q qiladi. Eng asosiy uni quli bo'lib qolganligi shu orqali o'yatadi. Kibr orqali yetadi, shu uni missiyasi bo'lib qolgandek bo'ladi. Ko'zi ko'r bo'ladi. Ko'zi ko'r bo'ladi boshqa narsaga. Hammasi unga dushmandek, hasadchidek ko'radi. Yoki tushmaydi deydi. Bular tushunmaydi, men yetishib qoldim deydi. Men yetishdim-ku. Demak, radio FM ga o'xshab qaysidir volnalar o'zgaradi. Qalb tor bo'lganligi uchun fanarik mamlaqa bo'lib qoladi. Hamma joyda mikrofon faqat qidiradi. Ko'rmaydi, bu yerda choynak bor, mana bitta svet bor, mana bitta boshqa narsalar bor, yulduzlar bor. Kimgadir shu faqat pul, hokimiyat, mashhurlik, aytaylik, agarda boshqa bir bu kimdir ayollar, kiyim, mashina jinnisi bo'ladimi, moddiyatdan nafsoniy masalalarda quli bo'lib qoladi, lekin bunga kelib gapirsangiz Ko'rmaydi, ko'z ko'r. Ko'rmaydi. Nega? Qalb tor. Qalb keng ketadi. Sanam hammalar haqsizlar deydi. Chunki fanarik bunaqa-ku. Qaydi voy. Bu yerda hamma narsa bor ekan. Minus ham, plus ham bor ekan. Bu faqat bizani qarashimiz. Minusmi, plusmi? Holatga bo'lgan munosabat. O'zi minus plus bo'lmasa, anaqa shu quvvat bo'lmaydi, to'g'rimi? Ikkita fanarikda ham shu batareykasini plus qilib qo'ysangiz, nur chiqmaydi.
nol plus minusdan chiqadi. Ya'ni o'zi bunga qarasam biza nega yaratildik deganda, endi haligi to'tiqushdek javobimiz bor albatta, o'rgatilgan javob. Правильный versiya. Правильный versiya. Har bir qabila, har bir xalqniki o'ziniki. Amerika aytadi, biz zo'r bo'lishimiz uchun, Yaponiya aytadi, men atrofimdagilarni qismi bo'lganligi uchun qabila, oila, atrof yaponlar zo'r bo'lish uchun deydi. Xitoylar shunaqa. Amerika individualist. Biz aytamiz, islomiyatda aytamiz biz nimaga yaratildingiz desa, Allohga hamd sano qilish uchun. Farishtalar ham hamd sano qilib yotibdi-ku. Nima kerak bor bunaqa etmaydigan yaratishdi. Men bunday qildim. Hamma butun echkilar ham, tarakanlar ham, qushlar ham ertadan kechgacha hamd sano qilib o'tiribdi. Haligi nimasiz, istisnosiz. Nega? Haligi baribir qarasangiz, ana 3D da batareykasizda kimgadir yemsiz. Nimada fizikada evolyutsiya bor. O'simlik quyoshdan energiya oladi. Powerbank bo'lib, mana yashil bo'lib maza qilayotgan paytda qo'y qariydi-da, cho'ta uzoq deydi bu quyoshni qilish. Shu powerbankda shaq qilib yeydi. Keyin qizil powerbank bo'ladi, dumbali, mana bunaqa yeb o'tiradi. Bo'ri bilan biz bunday qaraymizda, cho'ta bu o'tish uzoq ekan. Energiya potensiali ko'prog'ini qilib, hali go'shtni bitta yeyimizda, ichimizda quvvat bo'ladi. Savol tug'iladi. Biz kimga yeymiz? Hani mollar bo'ladi-ku, massaj qilayotgan paytda bitta mol boshqasiga qarab aytadi, "Ey bechora, meni massaj qilishyapti" deydi. Menga musiqa qo'yib berishyapti. Qara, men tozalikda yashayapman. Sen plus bo'xti unaqa qilib, nimalarni yeb o'tiribsan. U mol bilmaydi-ki, bundan miramirni emas tayyorlashyapti. To'g'ri? Mazza qilib, men zo'rman deb o'ylaydi. Chunki buni go'shti qimmatroq. Savolda bo'lsa fikrlash ishimda. Biza-chi, biza kimga yeymiz? Nega bizning potensialimiz shunaqa katta? Shunaqa nimaga axir biza insonul komil, insonul hokim qilib yaratildik. Значит, bizning potensialimiz bor yaratilgan mahluqotdan katta. Biza yadroviy batareykamiz. Nimaga ishlatyapmiz bu batareykani? Shunchalik go'shtni yeb, quyoshdan har narsani olamiz. Nimaga ishlatyapmiz biz buni? Qarasak, yo jinlarga yeymiz, minusga, yo plusga yeymiz. Sizda ichingizda nima qilasiz? Xo'jayin, Allohning quliman deb, yo plusga berasiz, yo minusga berasiz. Lekin plus minusni ham yaratgan yakka Xudo. Mana shu potensialda, ya'ni o'zlarda shu gap bo'ladi, emotsionalniy kacheli deydi. Siz baxtli bo'lganda ham yig'laysiz. Qayg'uli bo'lganda ham yig'laysiz. Yig'layotgan insonni tashqan ko'z bilan siz bilmaysiz bu baxt ustida yig'layaptimi? Nima yo'qotib yig'layaptimi, to'g'rimi? Fizik bir xil. Shu paytda vibras energiya bir xil. Lekin kimga bu energiya ketyapti? Minuskami, pluskami? Tanlab oling. Misol umraga boramiz, 1 million ta odam labbayk Allohumma labbayk deb yig'lab shu energiyani beradi. Shunaqa bir nozik narsa ekan. Men yana bitta olim emasman. Shaxsiy fikrlarimni bo'lishi, kuzatuvlarimni qilyapman. Kibrga berilganlar shuni saqlab qolish, ya'ni bir narsani quli bo'lib qolgandan keyin saqlab qolish uchun любой ishga tayyor bo'ladi-da. Va o'zini oqlab qo'yadi. Men ahamiyat bering, Gitler to'rt odamlarni o'ldirib olsa bo'lardi. Negadir pechkani yoqadi. Men ayol, qizlarni, bolalarni hammasini yig'ib yoqadi. Nega kerak bor yoqish? Chunki yoqayotganda odam juda katta energiya chiqadi. Bu kimga xizmat qilayotgan? Unga ertalab turib, bolasini o'pib, xotini bilan zavtiriq qilib, qayerga ketyapsiz ada desa, men yovuzlik qilgani ketyapman, men shaytonning malayigiman, men hozir borib yomonlik qilaman demaydi-ku. Aql to'g'ri tushuntirib oladi.
Men xalqqa xizmat qilyapman. Men German xalqini ko'taryapman. Meni yaramaslar bizaga xalaqit beryapti. Bular cho'chqalar bo'lmasa bizani xalqimiz yaxshi yashaydi deb to'g'ri tushuntira oladi. O'ziga argument topadi. Конечно. Aql ishlatib, keyin katta boshqalarning quli bo'lganligi uchun bunga hukumat beradi. Shunda qiladi. Ikkinchi Stalin. Xohlasa mana oldin shunday odamlarni otardi 3 kunda. Lekin aniga gulag qilib, turbalar qilib, bizani jadidlarni olib, qo'rg'alarini sindirib, jag'larini urib, haftalab qiynab, kechasi uxlashga bermasdan fonarikni basharasiga qilib, sovuq suv qilib, haftalab, oylab, qiynab, qonatib, keyin otib olardi. Nega? Chunki mana senga hukumat, bular xalq dushmani, bular davlatimizning dushmani deb odamlar ham har doim qo'rquv bo'lsa, qo'rquvli energiyasi katta. Kechasi taqillatsa, kechasi olib ketardi. Kunduz emas. Hali uxlayotgan paytingizda qo'rquv bo'lib olib ketadi. Sizda emotsionalniy anaqa bor. Kofe ichganda o 20 xil kofe bo'ladi-ku. Energiyani ham 20-30 xil potensiali bo'ladi. Qo'rquv, g'azab, jahl 100 ta so'z bilan ifodalasa bo'ladi. Aqlli Stalin shu Gitlerga nisbatan yoqqanda 15 minut u 2 haftalab anaqa juda katta anaqani olganda. Odamda birinchi u xafa bo'ladi, yo'q bu yerda nohaqlik bo'ldi, adashdi bular deydi. Siqilaveradi oylab. Keyin anaqa energiyasi tugab osib tashlaydi keyin. Boshqa bir Afrikada esa musulmonlarni bittasi qiynardi. Turma qilib olib, o'tda ham o'ldirib olsa bo'lardi. Yo'q, tirnoqlarini oladimi? Qaynoq suv qiladimi? Qiynab, yillab qiynab o'tirardi. Bana shu paytda energiyani qaraysiz-da. Lekin bular ham o'zini haq deb bilgan-ku. Hech qaysi odam chiqib ko'chaga men bugun yomonlik qilaman demaydi. Shunda aql bu yerda sizga aql pichoqdek har doim ham bir yo salbiy yo plyusga ishlash. Endi Gitlerdan oddiy pastga yerga tushamiz. Demak, hammamiz qaysidir ma'noda energetik vampirmiz. Kimnidir xursand qilib energiya olamiz. Kimnidir xafa qilib energiyasini olamiz. Kimnidir jahl qildirib energiya olamiz. Nimaga olamiz? Chunki berishimiz kerak. Kimdir bizani o'ynatadi-ku. Biz energiyani nima qilasiz siz? Siz olasiz energiyani, odamda energiyasini yarmini miya oladi. Ayiq bitta yedida kimdir 3 oy uxlaydi, to'g'rimi? Ovqat yemaydi 3 oy. Yetadi unga. Kichkinagina miya, kechagisi yo'q. Ertaga degan narsa yo'q. Hurmat, izzat degan narsani qilib yurmaydi. Ha? Mana чувство собственного достоинства degan narsa bor. O'zbek nima? E'tirof degan narsa yo'q. Qadr qiymat. Inson o'tiradi kechasi Amir Temurdan zo'r uxlayapsiz-da. Ya'ni nima deydi? Uyda jakuzi bor, sauna, yo'q bo'lsa issiq suv bor. Kravat bor, televizor bor, ChatGPT bor. Yotibsiz-da. Keyin sekin keladi shayton aytadi, "Obedda seni mashina qisdi-ku, ha. So'kmading-a, lo'q qildi seni." O'tirasiz. Hani kortizol ketdi, adrenalin ketdi. Energiya ketdi. O'zi hozir borib nimaga bunaqa narsa bor sistemada? Chunki agar xavf xatar bo'lsa, sizda bolевой порог, og'riq sezish kamayadi, ha? Chunki siz qochayotganingizda tikan kiradimi oyog'ingizga, urishayotganingizda voy deyolmaysiz-da. To'palagan paytda og'riq bo'lmaydi. Yurak duk uradi va sizning quvvatingiz ko'payadi. Sizga shu holatga keltirib qo'yapti. Uydirma. Yotibsiz. Keyin miyangizda ikkinchi Hasan chiqadi, aytadi, "Men bilsam nima qilardim" deydi. Men uni to'xtatib, keyin ketdi teatr. Haligida uryapsiz, mashinada so'kyapsiz. Shunaqa energiya ketyapti. Azbaza. Kimga ketyapti? Kimga beryapsiz bu energiyani? Mana xotirjam yotmaysanmi?
kayfingni qilib o'zgartirib olmaysan-ku kechagina, ya'ni 1 soat oldin bo'lgan narsani O'zingiz nakruchat qilasiz. nakruchat qilib o'tirasiz. Ya'ni oddiy inson mashina ketayotganda nega mana juma kuni masjidda "Aka, o'ting" deb juda hammasiga bunaqa shunday juma tugadi. Stoyankaga o'tirdik, mashinaga o'tirib, "Havomi, qaq ketyapsan?" Yo'l, izzat, hurmat yana o'zimizga talab qilamiz. 1 soat oldin berayotding-ku hammaga bu izzat, hurmatni. Mana shu nima deydi, oddiy xalq ham energiyani siz aytdingiz, vampirdaqa oladi kimgadir berish uchun. O'zini jertva pozitsiyaga, qurbonlik pozitsiyasiga qo'yib qo'yadi, aytadi. Aytadi, bu meni hurmat qilmadi. Deb yana jahli chiqasizda. Yoki bunga zulm qilasiz, yoki siqilib o'tirasiz. Lekin bu uydirma hislar. 90% sizni shukronalik bilan qalbni ochib, mazza qilib, yulduzlarni mazza qilib tomosha qilishdan chalg'ituvchi mexanizm mana shu aytaylik, biz shayton deymizmi, nafs va boshqasi yulduzlar tomosha qilishdan o'rniga o'chib siz sinfdoshingizni ko'rib qolib, u 6-sinfda sizni mazax qilib ustingizdan kulgani, u bechora o'zi hozir taksiz bo'lib yotibdi. Lekin o'shani eslab o'tirasiz. Yoki qo'rquvchi kelajak. Uydan chiqib ketyapsiz, plan qilasiz. Men uni ko'rsam boplashim kerak, men bunga anaqa qilishim kerak, bunaqa desa bunaqa deyman, bunaqa desa bunaqa deyman. Qayerdan bilasan nima bo'lishini vaqti? Ko'rasanmi u insonni yo'qmi? Bu ham qo'rquv. Mana meni tavsiyam negativ 50 ta so'zni odam yozib chiqish kerak. Qo'rquv, g'azab, jahl, noshukrchilik va hokazo. Mana shu shablon bor. Keyin kechasi o'tirib olib bir audit qilish kerak. Mana shulardan nimalarni men bugun his qildim. Mana har bir his qilganingiz energiyangizni va qalb xotirjamligini olib ketish. Lekin har bir narsa nima uchun berildi? Qani men buni yo'q qila olasammi? Qani buni yo'q qila olasam? Mana shular hammasini o'chirsangiz, o'z-o'zingizga tanishib olib, qanaqa menda imkoni anaqa yaqin inson ekanman deb o'ylaysiz-da. Haligi chalg'imasiz. Demak, energiyamizni yeyotgan narsa bizani o'zimizni uydirma hissiyotlarimiz. Holat o'zgarmayapti, bizning munosabatimiz. Ayb aslida bizda ularda emas. Bizani onang nimaga meni so'kib ketdi, yo hurmat qilmadi, yo yedirib ketdi, yo kiydirib ketdi, yo aldab ketdi deb o'zimizni tamom qilayotganda u bizani hatto o'ylayotgani yo'q. Yo'q. Kulib ketdi yoningizda. U bir narsani eslab kuldi. Siz qarab ahamiyat bermadingiz. Ammo ichimda so'kib, men ustimga kulyapti. Men ustimga kulyaptimi deb men unga o'qrayib qarayman. U ko'radi-ku. Chunki nazar, siz har doim birinchi odamlarga gaplashganda nazar udari katta bo'ladi. Siz o'tirganda kimdir sizga qarasa sezasiz, to'g'rimi? Qaramasangiz ham sezasiz. Shunday qaraysiz, ikkita energiya to'xtashuv bo'ladi ko'z orqali. U sezadi-da, siz unga jahl bilan qarayapsiz. Menga o'qrayib qarayapsan deydi. Taxalanga qarayapsan. Ichingizdagi jin aytadi, "Men senga aytdimmi, bu yaramas, bu anaqa. Mana men aytdim senga." Keyin deysiz-da, yo'losini dadam urush boshlanib ketadi. Ajoyib. Haqiqatdan zo'r narsa. Yana energetik vampirlar mavzusiga qaytamiz. O'zimiz boyasi bilan choy ichayotganda bir paytlar yo ota-onamizni, yo oilamizni, yo farzandimizni nimadir qilib yo jahlini chiqarib energiyadan zavq olganmiz. Bugun orqaga qarab o'zgardik. Bugun kimdir bizning energiyamizni visasat qiladi. Kimdir energiyasini visasat qilib energiya olamiz. Bu yaxshimi yomonmi va nimaga yaxshi yoki nimaga yomon va nima uchun? Endi 20-30 yoshimizda energiyamiz o'zi ko'p. Qaq qo'yishni bilmaymiz. Kechasi uxlamasligimiz mumkin. Futbol, kompyuter o'yin, urushmoqchi bo'lamiz. Nimaga? Energiya juda ko'p. Olishimiz kerak, berishimiz kerak. Yosh bolaga o'xshab o'rganyapmiz. Endi yurganda, yiqilib, turilib.
hozirgi 50 ga kirib qolganda energiyani haligi defitsiti katta. Vaqt va energiya. Oldin o'ynab ishlatganmiz, endi o'ylab ishlatamiz. Aha, endi energiyani har doim energiyani olishga harakat qilamiz. Ya'ni salbiy emas, ya'ni yaxshi, Ijobiy. halol bilan ijobiy olmoqchimiz. Va chunki biza buni ijobiy olmasak salbiy ishlatib qo'yamiz. Shunga energiya masalasi kelganda har xil yo'llar qo'yamiz. Sovuq suv energiya berar ekan. Agarda uydan chiqishdan oldin juda katta miya plan qilishni boshladi, g'ulg'ula degan narsani o'zim ishlataman. Bunaqa, voy, bunaqa qilishing kerak, kech payt mana ishingdan chiqmasin, mana ko'rsang bunaqa degan tanbeh bergan, ishxonaga borib, haligi ertalab ko'rib qo'yasiz, biyayda savdo tushdi, borib anaqa qilishing kerak. Shu paytda men dushga kiraman, sovuq suvni uraman. 30 daqiqa 1 minutgacha sovuq suvda o'tirganda o'sha men aytgan aql miya qo'rquvga tushib qoladi-da, bo'ldi, aniga hayot tugadi deb aqlni o'chirib qo'yadi. Reja, plan, debitorka, kreditorkani o'ylamaysiz. Agar 5 sekund emas, 30 daqiqa turing, hamma narsani o'chiradi. Birinchi nafas olishda xohlaysiz, qo'li qilib keyin sekin nafas qilib qo'yasiz. 30-40 sekunddan keyin chiqsangiz dushdan, bitta ham shu undan oldingi g'ulg'ula yo'q bo'ladi. Oddiy bir lifehack. Nega Amerika kinolarida ko'rasiz-ku, muzli suvga yuzini tiqadi yoki vannaga kiradi muzli. Hech o'ylamaymiz, nimaga bunaqa qilishadi bular. Bu miya bilan aqlni o'chirish bir mexanizm. Masalan, bizda o'zimizning mexanizmlarimiz bor. Ya'ni xushu bilan 2 rakat namoz o'qib qo'yishimiz. Agarda biza shu 2 rakat paytda baribir g'ulg'ula miyani ishlatsangiz, bu nafs bilan o'qilgan namoz bo'ladi, qalb bilan emas. Shu sovuq suvga kirib o'qing, shu 2 rakatda juda boshqacha o'qilar ekan. Tahoratni ham nima deydi? Plyusda qilib qo'ysa bo'ladi. Issiq suvda mazza qilib tahorat qilib, bo'ldi, haligi tashqi ko'rinishdan ritualni qilib qo'ydim-ku. Sovuq dushga kiringda, 30 sekunddan keyin chiqingda, juda ham boshqacha 2 rakat o'qiladi. Umuman nega? Aql yo'q. Aql endi zo'r o'ziga kelyapti. O'ldim, tirildim degandek. Shuning uchun bizga 50 ga kirganda sekin energiya mavzusi muhim bo'lib qolyapti. E'tibor. Hamma nima energiya olyapti ekan? Mana keyin qanaqadir biznesda pul keltiradigan masala bo'lib qolyapti. Lekin qalb sal ochilganda aytadi. Aql aytayapti, 2 kere 2 4. Qo'y. Zub dayu deydi-ku. Zo'r bo'ladi. Lekin qalb aytadi, yo'q. Ehtiyot bo'l. Bu yerda anaqa muammo. Sezgir bo'lib qolasiz-da. Oldin pul, piramida Maslow'da muhim bo'lganligi uchun siz qalbingizni to'xtatib qisib tur deysiz. Mana bitta anaqa menga Mercedes kerak mashina. Hammada bor, menda yo'q. O'shaning uchun men mana qilib olaydi, kiyim savdo shug'ullanaman. Balki 20-30 yoshda ok. Lekin hozir aytasiz, yo'q. To'xta, agar bu menga siqilishlarimga, xotirjamlik yo'qligiga, uyqu yo'qligiga olib keltirsa, menga kerak emas bu puli. Kam bersin, g'am bermas. To'g'ri. Kerak emas deysiz. Nima keragi bu? Agarda mana hozir bu o'zi ozgina bilmaymiz qancha hayot qoldi. Agarda bu mani aqida anaqa iymonimga, nimaga совесть degan narsa bor, vijdon. Vijdonimga. Vijdon nima degani? Siqilasiz-ku. Agarda vijdonli inson bo'lsangiz, Xudo sizdan buni olib qo'ymagan bo'lsa, Bu ham ne'mat. Ya'ni vijdon borligi. Yo'qligiga havas qilishingiz mumkin-da. Nimaga? Siqilmaydi. Yeydi siqilmaydi. Birovning mulkini olib qo'yadi, siqilmaydi. Lekin sizni yaratilganingizda darajangiz oldindan ruhiy daraja sizga berilgan bo'lsa, shunaqa vijdon bilan siqilib o'tirasiz. Yo'q qo'y anaqani. Xafa bo'lib qoldi, men yedim, u yemadi. Birovni hisobiga qilib qoldim. Siqilib keyin aytasiz, yo'q. Boriga shukr. Qarshi olmasman u.
Xudo haligi yana qalb ko'tarilsa siz bilasizki, sizni rizqingizga ta'siri yo'q. O'sha pulni siz baribir olardingiz bir kun keyin plyus bilan. Ya'ni 300 olishingiz bor, uni yoniga minus yoki plyus qo'yib qo'yishingiz kerak-da. O'sha pul olasiz. Yo halol yo harom yo'l bilan. Aql ishlatib, nafs ishlatib, xuddi shu pulni indinga emas hozir olib olishingiz keyingi kasallingizga, naslingizga, bolalaringizga, nevaralaringizga, unga bunga urib qolishingizni sezish ham Allohning marhamati-ku. Sezmasa, ular ham qaysidir o'yin o'ynayapti hozir. Balkim shunaqa yo'llar bilan battar haligi olib keladi, kasallik bilan enasini ko'radi, keyin shu yo'l bilan qalbi ochiladi. Qusib chiqaraveradi. Balki bunaqa darajada odam Allohni o'zini tanimas. O'zini tanish uchun uni ishqalab eng katta muammoga tiqib qo'yish kerak. Bu uchun tog'ni cho'qqisiga chiqazib olib, keyin tashlab olish kerak uni. Qattiqroq yiqiladi. Qattiqroq. Biz bilmaymiz. Lekin yana shu mavzuga qaytsak, har kuni biz qaraymiz. Deylik, uyga kelib do'q-do'q hisoblab muomala qilishingiz mumkin edi. Siz nimaga? Aytganingizni qildirish uchun. Yaxshi so'z bilan bitta yaxshilik qilib ham xuddi shunaqa anaqani hurmat, izzatni olsa bo'ladi. Talab qilmasdan zaslujit degan so'z bor o'zbek tilida. Munosib bo'lish. Munosib bo'lishingiz mumkin. Qayerda olasiz, yo talab qilib sug'urib olasiz. Bolalaringizdan, xodimlaringizdan Hurmat talab deydi. Hurmat talab. Anaqa. Shu paytda bular ham siqiladi, siz ham siqilasiz. Yo unga munosib bo'lsa, sizga syurpriz deya kelib, ba'zijon mana buni kecha o'ylayotgan narsangizni sizga shunday berib qo'yishsa, kimdir syurpriz har doim mazza-ku, to'g'rimi? Talab qilishdan tashqari. 10 so'm syurpriz, 100 so'm sug'urib olishdan ko'ra afzalroq-ku. Huzuri ham boshqacha. Boshqacha. Shunga hamma narsani atrofida energiya, pulda. Bitta narsani talab qilib sug'urib olyapsizmi? Buni albatta to'lovi bor. Albatta to'lovi bor. Shunga biz bir paytlar shunaqa katta bo'lib qolib, ota-onamni ham boqyapman-u. Bola hammasi sizlar mana Alloh boqyapti bularni. Deyishdi o'rniga manman-ku deganingizda shunday qilib keyin energiyani olasiz. Yana bir marta siz olasiz, xo'p pulni olib ishlatishingiz mumkin. Shu energiyani oldingiz, sug'urib oldingiz. Kimga beryapsiz bu energiyani? Kimni malay bo'lib qoldingiz? Kimni quli bo'lib qoldingiz shu paytda? Kimga xizmat qildingiz? Lekin odamlar sizga o'zi kelib yoyib bersa o'zini energiyasini, mana shu paytda siz plyusga olyapsiz bu narsangizni. Demak, hammasi bor. Yana bugungi suhbatimiz ijobiy va salbiy energiya atrofida aylanadi. Shunaqa. Pul ham energiya, ham resurs. Pul resursmi, energiyami? Moddiy dunyoda, 3D'da bu resurs. Lekin bir pog'onaga chiqsak, buni atrofida energiya bor. Lekin energiya puldan afzal. Mana nimaga aytdik? Chunki bitta odamda bor, velosipedi bor. Unga yetarli. Batareya 200% deyapman-ku. Maza qilib yashayapti. Halovat bor. Halovat bor. Xotirjamlik, hammasini yaxshi ko'radi. Desa butun dunyoni kezib chiqadigan odamlar bor. Mana misol bitta bloger Abu. Oddiy odam, to'g'rimi? Qancha davlatlarning mashinasida kezib chiqdi. Velosipedda yuradiganlar bor. Millionerlar ham bor xotirjamlikda. Nega? Bu pul o'zidan o'zi ularga keldi va ular bilyapti. Bu anaqa nimasi boshqa. Shu odamlar keyin nima qiladi? Juda bemalol bu pulni ehsonga, yaxshilikka tarqataveradi. Chunki biladiki plus x kelaveradi. Agarda biz pulni deb o'ylasak, uni to'playveramiz.
qo'rquv. Birovga shayton berma deydi. Saniki deydi. Sizni energiyangizni nima olib qo'yyapti va qayerdan energiyadan pitatsiya qilishga harakat qilasiz? Oldin menda shunaqa bir anaqa bor edi. Jin bor edi, aytaylik, sushniz deymiz. U yaqin atroflarda siqilsa nima qilardi? Energiya olardi. Ishxonaga kelib bitta jiltvani topardim, rosa savalardim, ishdan olardim, hammaga o'rnak bo'lsin. Bunaqa boshqa qilmasin hech kim. Aql orqali-da. Lekin shundan energiya olardi. Hozir menga boshqa hozir menda ertalab bomdoddan chiqib olib, toqqa chiqib olib, quyoshni kutib olsam, yulduzlarni ko'rsam, suvda cho'milayotganda suvni yuzimga olganda shunaqa maza qilyapman. Oldin sezmas edim. Men chap qilib ketardim. Buni terimni tozalash deb o'ylardim faqat. Suvni energiyasi sezmas edim oldin. Hozir olib, qanaqa bu maza qilib haligi massaj qilib qo'yib, keyin terimga yetib qo'yaman, yuzimga mazami deyman. Maza qildingmi? Yana bitta so'g'roq uraymi deyman. Bir kuni nima bo'lib qoldim? Отравление bo'lib qoldim. Yani nafsdan tez yeb olganda deb oldim, bitta narsani yedim. Oldin qussa odam nima qiladi? G'azablanadi, jahli chiqadi, og'riq-ku, qusadi. Hali qusganda shunaqa shukrlar aytyapman, shunaqa meni yaxshi ko'rarkansan, ichimga zahar o'tmadi. Ichimga zahar o'tmadi, qusyapti, mashinasi chiqazyapti, oshqozonga, buyrakka, boshqalarga rahmat sizlarga. Uzr, anaqa ortiqcha ishlatib sizlarni. Keyin Xudoga mana qanaqa meni yaxshi ko'rarkansan. Отравление bo'lib o'lib ketsam ham bo'lardi-ku. Qusib shukr qiladigan bo'lib qolganman. Energiyani hozir qayerdan olasiz? Nima sizga bugun energiya beryapti? Sayohat, insonlar bilan suhbat, samimiylik suhbatlardan. Chunki men hozir ko'pincha bizani ziyolilar bilan suhbatdan uzoqroq yuribman. Qaysi ziyolilar? Endi nima deydi? Soqqa qanday qilish kerak lazika, shuncha ko'p aytadi-ku, mana men boshqa paytda tushunyapman nega aqlli bo'lib turib ko'proq odam pul ishlamayotganligiga. Haligi yetarli darajasi bu yog'iga menga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Nariga 5D'da shikast yetkazib qo'yishi mumkin degan insonlarni ko'rib qoldim. Lekin haligi nafs to'ymaydiganlar ham ko'p-da. Mana Juda ko'p. Agar mana qarang, ana bu tanbeh emas, hani aytaylik biladi, shu tovar yaxshi emas. Buni haligi aldab sotib, yo'q parametrlarini qo'yib, yolg'on aralashtirib sotadi-da, sotayotgan paytda bir-birini aldayotgan paytda aka deydi, to'xtanglar, asl o'qib olaylik, keyin anaqa, keyin davom etamiz deydi-da. Men nima deydi, shu paytda hayron qolaman-da. O'zimga yaqin, ya'ni klub. Amerikada bilasizmi, anaqa kinolarda bo'ladi. Klub anonimlik alkogolik bo'ladi-ku. 12 odam o'tirib olib, nega shu 50 yildan beri shu ularda hali klub terapiyasi o'zgargani yo'q. 30 yil oldin alkogoliklar birga o'tirardi, hozir ham bizda unaqa yo'q, ishonch yo'q-da. Chunki alkogolik cherkovga borsa, faqat kritikani eshitadi. Haromi, iching kerak emas edi. U alkogolikni na onasi, na do'sti, na sinfdoshi, na oilasi qo'llab-quvvatlamaydi. Hech kim Tushunmaydi. Keyin ular shu yo'ldan bosib o'tganlar va bosib o'tayotganlar birga o'tirib olishib, dardlashib, qisqartlashadigan bir mexanizm bor. Shundan chiqib ketishi mumkin deydi. Metodologiya. Metodi shunda. Bizda unaqa metod yo'q. Shu uchun qarasangiz, atrof muhitdagi sizni doira, jamoa judayam muhit. Men bir Instagramda qo'yuvdim. Yaqinda dam olganda boylar mahallasida dam olib qoldim-da. U yerda 3,5 trillion dollar aylantiradigan hedge fondi top bilan tanishib qoldim.
To'p. U sog'liqni saqlash korporatsiyalariga investitsiya qiladigan analitik. Mana shu inson men o'ylabman 35 yoshda bo'lganman. Hozir 54 yosh ekan. Ham sog'liqni saqlashga milliard investitsiya qiladigan insonlardan. Aytyapman 3 trillion dollar aylantiradigan kompaniyani to'pi. Keyin men so'radim. Saunada o'tiribmiz. Xudo bekordan bekor seni oldimga kelib uchrashtirib qo'ymadi. Menga shu 3 ta narsa aytgin, menga keladigan energiya va yosh va shunaqa sog'liq bo'lishdi. 3 ta sirini ayt, biz yaxshi ko'ramiz. Olovdin lampasini qidirib yurgani. Desam, o'ylanib qoldi. 3 tasida birinchisi bilasanmi nima dedi? Desam, jamoatga xizmat qilishing, jamoatga kerakliging, jamiyatga, atrof muhitga. Ko'p qarindosh urug', bizda silai rahim. Sizga qaramog'ingizga odamlar, do'stlaringiz va boshqalarga xizmat qilib, ertaga mensiz bular yomonroq bo'ladi deb o'ylash, misol uchun bitta it boqib qo'yishini, men o'lib ketsam bitta o'zimman shu itni ertaga kim qarayar ekan deyish, bu o'zi senga energiya beradi. Ya'ni mazmun beradi. Ma'no beradi hayotga. Energiyani olish bu har bir narsaga ma'no va mazmun berish yo'li, xatti-harakatingizga. Ma'nosiz harakatlar ko'p-ku. Bema'ni 25 mingta qaror qilamiz kuniga, 99% bemaqsad. Nima kiyim kiyaman? Krossovkami, tuflimi? Qisqa noskimi, kattami? Birinchi kofe ichib, keyin tishimni yuvaymi yoki birinchi tishimni yuvib, keyin kofe ichaymi? Bemaqsad, bema'ni harakatlar. Bunga qarasangiz, xush davram. Har bir nafasingizga e'tibor bering deydi. Bizani Shohi Naqshband Bahodir. Har bir nafasingizga, har bir qadamingizga, har bir fikringizga, hayolingizga nazar qilib e'tibor bering deydi. Bizani bu avliyolarimiz. Bu mana instruksiya. Bu narsani menga Madeirada ana hedge fond Hind musulmon emas gapirib beryapti. Silai rahim haqida. Qaysidir jamoani ichida bo'lgan va atrof odamlar senga ko'zgu bo'lsin. Ularda o'zingni ko'rgin. Ular senda o'zingni ko'rishsin. Muhimi, yaxshi ko'ring. Muhim. Yolg'izlik eng energozatratniy va kasallikka olib keltiradigan masala. Bir dedi. Ja bo'lmasa itlar mushuk boqqan dedi. Bizda it boqmaymiz, bizda hammasi qarindosh urug'. Bitta o'zimiz o'zi bo'lish qiyin. Endi o'zim bo'laman deganga telefon qiladi kimdir, to'g'rimi? Ketdi choyxonaga deydi. Endi bu ma'noli choyxonami, bema'ni choyxonami? Shunga ahamiyat bering. Atrof muhitida kim va ularning qadriyati nima? Nima haqida gapirishyapti? Moddiyat, dunyo haqidami? Yo boshqa masalalarmi? Ular sizni qayoqqa undayapti? Hani 2000 dollarlik otelde dam olishdami yo hikingmi haligi? Ikkinchi aytdi, nihoyatda ko'p ovqat yeyishimiz kerak. Yeyishimiz dedi. Bu muammo. Kam yeyishimiz kerak. 3-5x ehtiyojdan ko'p ovqat yeyapti hozir jamiyat deydi. 3-5 karra 20% demayapti. Bu hazm qilish juda ko'p energiyani oladi. Juda ham ko'p energiya kerak. Shuni hazm qilish uchun nima qilasiz? Boshqalardan energiya sotib olasiz. Talab qilishni boshlaysiz boshqalardan. Yetmaydi-ku haligi hazm qilishda. Juda ham energiya, o'zi ovqat energiya berish kerak. Me'yordan ko'pmi energiya olib qoladi. Va sog'liqqa zarar. 2 dedi. 3 ta şey etsam, 3 ta deydi ko'p odam xato qiladi. Kechasi o'tirib nonushta qilib, obed qilib, ujin qilgandan keyin 10 ming qadam yurishim kerak deydi. Bu ertalabki nonushtani bosmaydi-ku u deydi. Har bir ovqat yeganingdan keyin 10-15 minut harakat qilgan deyapti. Har bir. U to'planish yo'q kechasigacha. Chunki kechasi bu ujinnikini faqat yo'q qilasan. Nonushtanikini yo'q, boshqa energiyani olib yuradi. Shunga xatti harakating, ozgina ovqatlandingmi? Birinchidan kam ovqat yegin. Ikkinchidan
10-15 minut harakat qilib qo'y. Mana shu 300 edi. Shundan sauna qizib ketdi. Biz tugatdik. Yani energiya olish hamma joy bizda hikmat. Atrof muhitimiz. Har bir yerda znak. Nima deydi? Cho'chqaga qarab ham iflos bo'lmaslikni o'rganamiz. Otga qarab, atrof muhitga qarangki, bu oyna orqali, bu kino orqali, bu har kuni maktabdagi ochilgan darslik. Faqat nima kerak? Shu Bahodir pirida aytgan shayxning gapi e'tibor bergan juda ko'p go'zallik, mazaliklarni ko'rasiz o'shanda. Nafasdan maza kim nafasdan maza qilyapti? Nega yogalar maza qilyapti? Nafasni o'rganib biza qidirib yuribmiz. Go'zallikda, kiyimda, bo'sda, gelikda va hokazoda. Bularni Xudo bersa mayli, yo'q. Lekin undan darajasi katta energiya potensial masalalar ko'p-ku dunyoda. Endi hozir bular aytadi, kuryer eshityapti aytadi, Karolin o'zingizcha BH'ni olgandan keyin gapirish oson-da, Hasan aka. Endi siz savol berdingiz, 50 ga nimaga kelding deganda, men aytardim kuryerga. Ey bola, bilarmiding qanaqa katta bolalarning muammolari bor? Bechora 8 million so'm qarzim bor deb siqilib o'tirsanmi? U yerda 8 million dollar qarzlari bor odamlarning. O'tirishdi bemalol deb o'ylaysizlar. Lekin o'sha yerda ular aytib beradigan ichki kasalliklar o'zlari biladi. Ha, Hasan aka? Havas qiladigan narsa yo'q. Anaqa katta bolalarning ichida. Biz siz bilan o'ylashib ko'ramiz qanaqa xastaliklar bilan, qanaqa muammolar, qanaqa travmalar bilan yurishadi bechoralar. Ha? Million dollar bor, xotirjamlik yo'q. Baxt yo'q. Halovat yo'q. Sakinat, huzur yo'q. Ha. Zavq yo'q. Har kim bordir. Balkim bordir. Lekin bor bo'lganga havas qilaylik. Gelik bor bo'lganiga emas. Xotirjam bor odamga. Uni pulga sotib bo'lmaydi ekan. Sotib bo'lmas ekan u. Sotib olib bo'lmas ekan u. Bozorda sotilmas ekan u. Supermarketga kirib, men bitta sokinlik, men bitta baxt 20 gram bering. Tilla to'layman. Qayerda sotilyapti? Men borib olardim. Pulimiz bor. Zarbalar bugun ko'p ko'ramiz, kuzatamiz. Nima xayr bor bunda? Kimdir ko'rasiz, mana siqilyapti. Muammodan o'tyapti. Darslik. Sportga borganda qachon siz qattagini qilganda 2 ta qilasiz, qachon siz 3 ta qila olasiz? 2 ni zo'r qilasiz. Ertasi kuni og'riq bo'ladi, hamma yo'q og'riydi. Shu tashamaysiz, yana ketasiz. Shu og'riq orqali faqat tepaga chiqiladi. Oson raketaga chiqish yo'q. Va qancha ko'p qiyinchilikka duch kelyapsizmi, shuncha katta darslarda o'tyapsiz. Men o'zim hayotimda aytaman, eng qorong'u momentlar bu meni kelajagimda muvaffaqiyatlarda eng asosiy tochkalari bo'lgan. Boshqalarda bilmayman, endi shunaqa. Lekin har yilda o'ziga xos yangi qorong'uliklar ko'rasiz. Razmeri har xil, ko'rinishi har xil, shakli har xil. Bu Qur'onda aytiladi-ku, sizlar iymon keltirganlaringdan keyin biz sizlarga sinov bermaydi deb o'ylaysizlarmi? degan oyat bor. Albatta sinovdan o'tasizlar. Siz ham bir narsani ishonni shu xazinanimi, siringizmi любой odamga yaxshi ko'zga ko'ringanga yetmaysiz-ku, to'g'rimi? Sirlaringizni, boyliklaringizni tashlab ketishdan oldin sinovdan o'tgan, yaxshi yomonlikda birga bo'lgan, scoring qilib shunaqa insonga berasiz-ku. Ishonchdan o'tish uchun sinovlardan o'tish ham kerak-ku. To'g'rimi? Bir $100 berib turasiz. Yo'q o'tgandan keyin Allohga shukr, kelajakda meni $10,000 yopishtirardi. Bu sinovdan ham o'talmadi bu. Yolg'on gapirib qo'yadi, boshqa narsa qiladi. Shuning uchun Xudoyim ham sizlarga sinovidan o'tishi bu yaqinlashtirishda yo'lidan bittasi deb o'ylayman. Kimdan qochasiz hozirgi kunda?
Energiya vampirlardan. Kim u energetik vampirlar qanaqa? Bu meni qalbim aytadi. Bu anaqa. Mayo nima yo? Mayo. Nima sizni qalbingizga ba'zida energetik vampir his qilasiz? Har xil. Mana kecha bizda bitta uchrashuv bo'ldi. Tadbirkorlar keldi chet eldan. Mehmon qildik. Shu gapni boshladi. Sразу menda anaqa signal bo'ldi. Jinni suymi? Nima? Anaqa mehmon qilgan u. Surbat. Men даже oxirigacha o'tirmadim. O'qishim bor edi deb ketdim. Sezasiz. Shunaqa sezgirlik paydo bo'ladi. Lekin haligi biznes tomondan zo'r takliflar qilishdi. Ko'pincha hozir yo'q deydigan bo'lib qolganman. H deyishdi o'rniga yo'q deyishdi o'rganman. Yo'q deyish san'at. Yo'q deyish san'at. Yo'q deyish qiyin asli. Judayam. Chunki imkoniyat sizga aql va nafs sizga imkoniyatlarni ko'rsatib beryapti. Lekin energetik vampir begonalarga yo'q deysiz ba'zida hayotingizda siz atrofingizdagilaringiz, yaqinlaringiz energiyangizni oladigan. Endi qarang, shunaqa bo'ladiki, bir marta gaplashadida jahdingizni chiqarib yuboradi bu inson ichingizdan. Men pul deb men boshqa bir odam bilan anaqa xodim bor shunaqa. Energiyani oldimi chopaman. Sразу. Qanaqa unumdorli ishlamasa, qanaqa men biznesim uchun manfaatli bo'lmasa, bu degani bu faqat meni energiyamni olmaydi. Bu degani atrof muhitdagi boshqa xodimlarning ham energiyasini oladi. Ularning energiyasini olib o'zi zo'r. Lekin men o'ylaymanki, biz kelajakda birga bo'lmaymiz. Chunki baribir muammosi chiqadi. Ya'ni aqlli, zo'r, unumdorli bo'lsin, lekin boshqalar jahlini chiqaryaptimi? U so'k. Chunki meni biznesimda bizda mavjud biznes emasda, hammasi aql egasi. Hammasi nozik insonlar. Bizda $1000 kam oladigani yo'q. 2, 3, 4, 5 ming oyliklar olishadi. Shuning uchun u so'k, hurmat, izzat talab qil, intriga, unaqa narsaga bizga yo'l qo'ydirmaymiz. Sразу chopamiz. Yangi kun, yangi imkoniyatlar, yoqimli suhbatlar. Baxtli bolalik. Tabiat bilan uyg'unlik. Har lahzada sokinlik. Golden Lake xotirjamlik maskani. Biznesda oson. Oila a'zolaringiz, jigarlaringiz, yaqinlaringiz. Ularni chopish muammo-ku, lekin ularda ham anaqa shu qarindoshlarda ham energiyani olsa chopaman. Gaplashmayman. Ignorga tiqasiz. Misol boshqa paytlarda pul berib qo'yib qutulish oson. Bu nima deydi? Pul olganu e'tibor olmagan. Energiyani olma. Energiyani olma. Pul arzonroq. Pul arzonroq. Boshqa paytlarda shunaqalar bor. Misol ammalarim bor-da. Yoshligimda anaqa mehr bergan. Xolam bor. Beg'uzor deysizmi, o'tirasiz, energiyani olasiz-da. Ular nimaga samimiy, qalban o'tirasiz, jim o'tirasiz. Bizda negadir aytiladi, anaqa ota-bobolarimizda shunaqa bor-edi. O'tirib jim o'tirishlik 5, 10, 15 minut normal holat edi. Choy ichib, jim sukunatda qalban maza qilib o'tirish. Hozir shayton negadir gapirtiradi. 1 minut sukunat bo'lsa, anaqa bo'lib qoladi odam. Tipirchlab qoladi. Narsa deb qolish kerak. Nimaga bilasiz? Bo'shlarni to'ldirish kerak. Dizaynda ham shunaqada. Boshqa odamlar uyga kirasan-da, o'z tilida вырви глаз deydi. Barokko. Qatnashganda hamma narsani. U charchamaysiz, ichimlikdan charchamaydimi bu inson deyman. Energetik shum deydi. Yaponlardan bo'lgan hech narsa yo'q. Steve Jobs anaqada ko'rpachada yotgan. Polda. Nega meni oliy maqsadimdan chalg'itmasin hech narsa? Chalg'itmagan. O'zini oliy maqsadi turibdi. Chalg'ish yo'q. Biz uyga qatnashamiz.
barokka divan, tilla, gilam, hamma joy polni divan, anaqa gilam, devorda gilam, aboylar, ular hammasi energiya oladi-ku, charchatib qo'yadi u anaqa nimani, dopaminniy sistema va hokazo. Ovqatda ham shunaqa. Mazza ovqat ham energiyani oladi. Hozir bich paketlar chiqdi, yoshlar boyi kambag'al bo'ladimi? Xitoylarda lapshasi bor. Judayam ko'p anaqa ichiga tiqib tashlaydi, achchiqlik va hokazo. Uni yeydi yosh. Mana bitta uradi, mazza qiladi, narkomanga o'xshab ko'paytirib uradi. Keyin unga o'zimizni sho'rva mastava bersangiz, bemaza, uyda ovqatni yeyolmaydi. Dopaminniy sistema o'lgan. Nafsoniyat, narkoman bo'lib qolgan o'zi. Vijgani bo'lib qolgan. O'shanga mana ovqatlarga ahamiyat beraman. Demak, detoks muhim. Amal energiyani faqat odamlar olmaydi. Aytyapman, dizayn energiyasi olib qo'yishi mumkin. Окружение odamlar, eventlar, uyda bitta gilam yo'q. Anaqa yog'och pol, cho'pli polga o'xshagan narsa. Aboy kerak emas menga, menga nima kerak? Men uzr so'rayman, namoz o'qiganda ko'zim yo'q-da, menda joy namoz ham anaqa olishi mumkin, e'tiborimda. Bizga aytadi, noto'g'ri qilasiz. Endi men xushi bilan o'qishim uchun keyin anaqa joy namozni ham almashtirib oldim. Minimalniy dizayn bor. Qora, oddiy qora bo'lsa yaxshi ekan. Energiyani ovqatdan olib qo'yish mumkin-da. Ovqatdan maza qilib, oldin musiqadan maza qilardim. Qilardim. Musiqani keyin qarasam, voy, bu ham meni chalg'ityapti ekan. Lekin bunga yetib olish kerak. Hozir musiqadan maza qilyapsizmi? Maza qilishni o'rganib oling. Ruhiy maza qilish. Keyin o'tasiz haligi. Sukunatdan maza qilish. Kecha yoqqan narsa bugun yoqmaydi. Hozir menga tishina bo'lsa-da, podkast bo'lsa, sizni podkastingizni eshitsam, boshqa bir kvantoviy fizika yoki qanaqadir masalalar. Qaysi mavzularga oxirgi yilda ko'proq fokus qaratyapsiz, nimalarni o'rganyapsiz? Qaysi tema prioritetingizga kirdi? Energiya, nafas, energiya, sog'liq. Shu anaqa xotirjamlik. O'sha savollarni qidirasiz. Umuman marketing, moliya, ABC analiz, xodimlar anaqaga borishadi-ku, spikerlarga. To'lab, aloqa qilishni eshitib o'tirishadi. Qanaqa qilib pul qilish kerak, shundan o'tib olish kerak-ku baribir. Lekin buni quli bo'lib qolmanglar, buni din qilib olib olish kerak emas. Demak, hozir ko'proq potrебность shunda. Bizda shu. Xo'p, окружение ta'siri. Kimlarga talpinyapsizki bu energiyasiga, savollaringizga javob topyapsiz? Aslida bizni mana Xudoyim menga bir paytlari to'yxonali kvartira olaymi, bu kafemi qilaymi degan masalada o'zimga xiyonat qilmadim. Qalb ichidan qil-qil-qildida. Aqlli masala emas-da. Odam o'zi 3 ta bolasi bor, 2 xonali kvartirada o'tiribdi. Qanaqadir bema'ni bu kafe qilish. Qalb qilasan turib oldi. Qildim, bo'pti, keyin mana senga 4 ta 5 xonali kvartira deb berib qo'ydi. Lekin shu bu kafe biz qilgan kichkinagina jamoa. O'shandan keyin klub degan so'z ham yo'q edi. Hasan aka, boshidan birga edik. Qanaqa bizga ta'sir qildi, o'zingiz ayting. Hayotni o'zgartirdi. Hamma ichidagilar. To'g'rimi? O'tdan chiqqan jo'jalar, M-Factor, Milliard, Millat umidi, birinchi Yav biznes klub, Team universitet, Milliy marketing markazi. Hammasi. Nodir Vohidovani klublari hammasini. Buni ichida har dushanba kuni musulmonga oyna, ko'zgu deganda biz bir-birimizni xatti-harakatimizni ham to'g'rilab oldikmi? Chunki qadriyatimiz to'g'ri kelsa chiqib ketardik. Nega o'sha paytda hamma ishimizni yig'ishtirib olib, hech kimga tanilmagan insonlardiku, Murad Building yo'q edi-ku u paytda. Pichen besedi. To'g'rimi? Chipema Masaidov bor edi. Endi Dekas bo'layotgan paytda. Hozir taniqli insonlar, kim auditor bo'lib ishlardi, kim rob bo'lib ishlardi, kim marketolog bo'lib ishlardi. Men SAPda ham ishlamasdim bu paytda. Biz siz bilan tanishib olganimizda CRMchi edingiz. Qaysi aql bilanmi, qalbdan biz o'sha yerda yig'ilganmizmi? Kitobda qalbda.
atrof, ya'ni to'g'ri окружение bizga hammamizga turtqi berdi-ku. Muhim, a? Juda muhim. Eng muhim. O'sha paytda balkim aqliy pul ko'proq ishlash uchun yig'ilganmiz. Lekin hammasi hozir millioner bo'lib ketib, nima turtqi bor dushanba kuni yig'ilishga hozir bo'lmasa? Nega biza kapaleyda haligi shunga hali ham yig'ilyapmiz? Motilyok, ha. Nurga talpinib. Shu qaysidir bir nimasi bor-ku, shu energiya, to'g'rimi u yerda? Xotirjamlik maskani nima? Xotirjamlik energiyasini maskanini qayerdan qidirasiz? O'zim bilan o'tirganda, hech kim bo'lmaganda xonani yopib qo'yaman. Aytaman, hech kim kirmasin. Umuman shu paytda men oldin qilmagan shu o'zimni audit qilib, o'zimni aqlimni o'chirib, o'zimdan tanishib o'tiraman. Laziz kim ekansan deb. Muhim, a? Muhim. Ko'p vaqt sizga oson deyishadi, anigisi. Pulni qilib qo'ygansiz, kechirib qo'yibsiz, sizlar ham serial ko'rib o'tirasizlar, kechasini o'ynab o'tirasizlar, 1-2 soat energiyani o'sha yoqqa berib, anigi film ujisi ko'rib, hayotda qo'rquv kamda sizlarga, yana qo'rquv kinolarni ko'rib o'tirasizlar. O'yin o'ynab o'tdi haligi. Ba'zilar deb qo'ying. Ba'zilar vaqt yo'q deyishadi yana. Chunki qiyin-da, o'z-o'zimdan odam oynaga qarab qo'ysa, qusib olgisi keladi Hasan aka. To'g'rimi? Odam mana bizga klubda tanishuv bo'ladi, birinchi klubda. Men aytaman, o'zingiz bilan tanishtiring deyman. Bilasizmi nimadan boshlaydi? Mani palonaqa firmam bor. Shuncha odam ishlaydi, palonchi yildan. Ketdi, firma haqida bir soat gapirish mumkin. Men aytaman, to'xtang. O'zingiz haqida gapiring. O'zi haqida odam sekundamerni oling-da aka, 2 minut gapira olmaydi. Futbol klubi haqida gapirib beradi 1 soat. Messini xolasi haqida. Mashinasi haqida gapirib beradi. Firmasi haqida, firmaning missiyasi, vision, maqsadlar, ya'ni tashqi masala bo'yicha o'ziga emas, birovlar hayotidan ham sizga gapirib beradi 1 soat. O'zing haqida gapirib ber deganda, odam shunday o'chyapti. Nega? Qo'rqadi o'zi bilan tanishishga. O'zini bilishga qo'rqadi. Bizani avliyolarning gapi bor, o'zingni tanimasang Xudoni tanimaysan. Laziz Adhamov deganda hatto nicknamingizda Darvesh. U ong ostida hali nima deydi, kvant olamida siz o'tmish, kelajak va hozirlik bitta nuqtada-ku. U o'shanda sezganmanmi, kitoblar o'qiganimda darvishlarni ertagi mif, afsonalari haqida degan bir. Endi o'sha masalalar qo'yilgandi, men ular ertakda o'qiganman. U fikrlash uslubi mantiqiy emas, zen fikrlash. Boshqacha fikrlashni ko'rib qolganman. Menga juda yoqqan. Voy, menda shunaqa mantiq, miyasiz uslovli logika bor. Ibzen qarashda. Agar bunaqa bo'lsa, bunaqa. Yonda shu hayot. Birdan keyin 2 bo'ladi, 2dan keyin 3 degan juda ham bir zaif mantiq bor dunyoviy. Men o'shalarda boshqa mantiq. Bizim Abdukarim Mirzayev yoyma mantiq. Aristotel, Platonoviy fikrlash. Bizda hozir hukmronlik so'raydigan fikrlash uslubi bu shu Aristotel bilan Platonniki. Hattoki uni arab tiliga tarjima qilib, bizda ham mantiq baribir shu Yunon, Grek mantiqqa boradi. Bizlarga kelgan shu darvishlar degan tariqatchilar, ular boshqacha fikrlash, ya'ni shu aqlsiz, qalbiy 5da 7da fikrlashda o'shanda kashf etishgan. Zikr orqali yoki shu chilla orqali va hokazo o'chirib boshqacha fikrlashda, ruhiy ko'rishlarda o'shanda men shu ertakdek havas qilganman. Havas qilib olib, shunda aytgan, qaniydi men ham shunaqa bo'lgan bo'lsam deganda, 20 yil oldin maqsad emas, unaqa nickname qo'yganman. Nimani ko'rsangiz har kuni
Xudo Uxlangansiz. sekin olib kelib qo'yarkan shu yo'lga. Azizlar, har bir inson bir kitobga o'xshaydi. Har bir insonni qaysidir jihatidan ruhlanasiz. Bir xislatidan bir xislatlanasiz, kuzatasiz, havas qilasiz. Haqiqatdan ham har doim aytaman, oldinda ham, orqalarida ham haligi bu inson dunyoqarashi bizaniki guli-guliga tushgan. Qadrdon aka biza bugun Laziz akamni yana bir xotirjamlik mavzusida, sokin qalb mavzusida bugun qahramon sifatida chaqirdik. Bugun sizga qaysi fikrlarga qo'shilasiz? Qaysi fikrlarga qo'shilmaysiz? Albatta, izohlarda yozib qoldiring. Laziz akam bugun qaysi qirralarni o'zingiz uchun kashf qildingiz? Bu mavzuda aynan qaysi mavzularni ko'tarishimizni, bu mavzuni atrofida qaysi qahramonlarni suhbatga taklif qilishimizni albatta tavsiyalarda yozib qoldiring. Laziz aka, bugungi suhbatda nimadan ko'nglingiz to'lmadi? Mani ko'nglim har narsadan to'yyapti Hasan aka. Shunga manda naqa yo'q. Hamma narsadan Qanchalik aktual bu mavzu? Siz ko'plab mavzular atrofida, ko'plab oxiri manimcha bir 100dan ziyod intervyularda qatnashasiz. Bu mavzu bugun qanchalik aktual? bu mavzu bugun ko'tarilib bugungi syomka bo'lishimiz bu bejiz emas. Bu degani bu narsa ko'tarildi jamiyatda. Shu biza boshida yosh bolaga o'xshab faqat hamma narsani og'zimizga tiqishimiz. Kuyamizmi, kuymaymizmi, hammasini tiqib ko'rishimiz kerak. Shuning uchun bundan o'tgandan keyin qoidalar paydo bo'ladi. Qo'lingni yuvib keyin tiqqan, bismillah degan, kattasi ovqat yegandan keyin qo'lingni qilgan, kiyinib yurgan degan foydalar bo'ladi. Biza jamiyatimiz nafsoniyat, hamma narsani o'ziga, uyiga tiqishdan mana ekologiyani o'ldirdik. Tirbandlik bor, muammolar bo'lib, sekin-sekin mana dorilar bilan xalqni farmatsevtlar, vrachlar nafsoniy tomondan qirib o'ldirdi. Sekin-sekin qoidalarga o'tyapmiz. Adashib, to'g'rilab, lekin qoidalar jamiyatiga o'tyapmiz. Qoidalar jamiyatidan keyin bu keyin ustundan ham ekologiya, ham qoida nima degani? Energiya bo'shaydi. Qoida bo'lmasa, siz ko'p narsaga e'tibor berishingiz kerak. Juda ham ziyrak bo'lishingiz kerak. Qayerda yeysiz. Lekin qoidali jamiyatda sizda o'shanda vaqt bo'shaydi, energiya bemalolroq bo'ladi. Chunki miya tirikchilik, yashash, sog' qolish narsalardan o'tdi. Qoidalarga rioya qiladi. Siz aniq bilasiz, ko'chada o'tayotganingizda peshoxoddan mashina urib ketmaydi sizni. Ya'ni Ketmaslik kerak. kerak, lekin hozir Qoidaga amal qilinsa. yaxshi mana qoida kamera paydo bo'ldi, siz bilasiz, shu qizil bo'ldimi yo sizda yashil bo'ldimi bemalol. Kechasi oldinlari 7 yil oldin yashilda ham o'tishni qo'rqardingiz-da. Nega? Kechasi 1da qizilga vovullab o'tib ketadigan itlar ham ko'p edi-da, bo'rilar. Hozir mana kameralar qo'yildi, shtraflar. Bu evolyutsiya bilan miya sal bo'shab, shu mavzuga jamiyat sekin o'tadi. Mana qarang, sport zallar oldin yo'q edi, faqat qovun qo'yardi har narsa, to'g'rimi? Buqalarga o'xshab nima qo'yardi? Kalla qo'yardi, qovun qo'yardi. Hozir mana nima qilyapmiz? Iron Man'lar paydo bo'lyapti. Vaqt qarasak, mana bitta sportga, mana bitta sog'liqqa, safarga chiqishlarimiz bor. To'g'rimi? Ishlarni yig'ishtirib qo'yib, bir hafta chiqyapmiz. Safarlarda hamma joyda biza faqat shu marketing, soqqa qilish, moliya emas. Xotirjamlik mavzusiga. Shunga sekin jamiyat Evolyutsiya. evolyutsiyadan o'tyapti. Biz endi bahor birinchi gullari chiqib qolyapmiz-da, Hasan aka. Boshqalar bu gulni ko'rib olib, voy, mana shunaqa narsa ham bor ekan deb bejiz emas, eshitib olib, hozirdan men ham o'yin o'ynayman. Serial ham ko'raman. Lekin kalendarimda yozib qo'yilgan. Bugun soat ishim bo'lmasa 9 dan 9:15 gacha ding qiladi, o'yin o'ynab qo'yaman. Keyin tugataman.
yoki hali oldin seriallar haftada bir marta chiqardi-ku. Hozir biz kechasi ertalik bog'dodgacha o'qiyapmiz. O'shani ham to'g'rilab qo'yadigan bo'lib qoldim. Sizlar ham nima qilinglar? Tartibdan. Yosh bolaga o'xshab emas, tartib qo'yib, maza qilishni ham shunday trenirovkalarni tasdiqlab qo'yib qo'ysalaringiz, ancha bo'shab qoladi miya. Bekorchi uydirma muammolardan deb o'ylayman. Azizlar, bizga erta tinchlik bo'lib, do'stlar, salomat bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz sizga bitta bo'lsa ham ko'nglingiz to'ladigan, mana yozib bergan bo'lsa, o'ziga xos bir ijobiy energiya yoki yaxshi insaytlarga sababchi bo'lgan bo'lsa, demak biz bugungi loyihani, bugungi ko'rsatuv bejiz tasvirga olmadik, lekin bu loyihamiz davomli bo'lishida alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'lgan brend hamkorimiz bor. Bu Centris Development kompaniyasi. Golden Lake loyihasi ham xotirjamlik maskani. O'zingizga, yaqinlaringizga, yaxshi insonlarga, yaxshi uylar, xotirjam bolalaringizdan, oilangizdan, jigarlaringizdan yaxshilikka sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta biz Golden Lake loyihasini tavsiya qilamiz. Men o'zim shaxsan shu loyihada boshqaruv kengashidaman. Bu loyiha bizning oilamizning loyihasi. Biz bu loyihani jamoasiga, asoschilariga bu kabi ko'rsatuvlar sifatli va davomli chiqishiga hissa qo'shayotgani uchun alohida samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Laziz aka, sizni men yaxshi ko'raman. Yana keyingi suhbatlarda ko'rishguncha. Bitta narsa aytib ketaman, qo'shib ketasizlar. Eding. Biz anaqa odamlar bilan gaplashganda shu birinchi klubda tanishtiruv bo'ladi-ku. Aytaman, kimsiz tanishtiring deydi, qiynaladi odam. Men aytaman, hobbiz nima deyman? 90% bilasizmi nima deyishadi? Safar deyishadi. Men aytdim, safar bu cho'milish, ovqat yeyish, nafas olishdaqa ehtiyoj bo'lib qolgan. Bu hobbi bo'lishi mumkin emas. Odamlar hobbisini ham bilmaydi. Nima degani keyin sekin tushunadi. Ikkinchi kuchli tomoningiz nima desam, o'ylanib qolishadi. Men aytaman, telefoningizda nima deb yozilgansiz? Va telefonda ismni oldida nima deb yozishadi insonlar siz haqingizda? Misol bu kuchli tomoningiz bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Shunaqa insonlar bor, kuchli tomoni bilasizmi nima qilsin ekan? Xotirjamlik berish. Shu insonni oldida choy ichib o'tirsangiz, hani g'azablanib, muammolar bilan kelasiz-ku, 1 soatdan keyin hani massajdan, terapiyadan chiqqandek chiqasiz. Shunaqa insonlar ham bor ekan. Shunaqa kuchli tomonlari ham bor. Xotirjamlik berish. Shunaqa insonlardan bittasi siz uchun Mansur Hasan aka. Men sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar azizlar, xonadoningizda faqat xotirjamlik, tansihatlik, qalbingizda sakinat har doim hamroh bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.